بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين أما بعد فبالسند المتصل إلى الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليه قال باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا مالك حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن عمرو بن سليم الزرقي قال أخبرني أبو حميد الساعدي قال قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أخبرنا مالك أخبرنا نعيم بن عبد الله المجمري مولى عمر بن الخطاب أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره وهو عبد الله بن زيد الذي أري النداء في النوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا مسعود أخبره قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس معنا في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد بن النعمان أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم. قال محمد رحمه الله كل هذا حسن. أبو حميد الساعدي رضي الله عنه اسمه المنذر بن سعد لكن مشو كنيته لن تنلغان كيف نصلي عليك yani janoblarga loyiq ravishda qandoq durud salom yo'llaymiz deb so'ragan chog'da mush usulni ko'rsatdi. Barik yani yaxshilikdan, izzat ikromdan, martabadan ziyoda qilishlar demoqchi. Innaka hamidun majid. Hamid bi ma'na mahmud. Yani hamd aytishga loyiq qiladigan ne'matlar ato qilgan zot bo'lg'achqa demoqchi. Majid bandalarga ko'p ihson qilganlikdan shunda sharafga, ulug'likqa loyiq zot demoqchi. Abdullah ibn Zayd radhiyallohu anhu shu biz azon iboralarini tushirib ko'rgan osmondan tushgan farishtaning azini dediq-ku. Shu azon siyg'isini rivoyat qilgan sahaba. Abu Mas'ud al-Ansari bu sahaba, Sa'd ibn Ubada bu sahaba, Bashir ibn Sa'd bu Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu'niki atsi. Amarana Allahu Ta'ala an nusalli alayka ya Rasulullah. Yani inna Allaha wa malaikatahu yusalluna alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima deb buyurgan. Yani shu durud aytishda eng yaxshi shaklda, eng loyiq shaklda durud aytishni ko'rsatib qo'ydi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Yani Muhammadga durud salom yo'llaslar, dunyo va oxiratda sha'nini katta qilslar degan ma'noda. Qala Muhammadun kullu hada hasan. Yuqorqi siyg'ilning qaysi birida durud salom yo'llasa yaxshi. Tashahhudda o'tirgan chog'dagi durud salommi bu yaxshidir. Babul istisqa. أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عباد بن تميم المازني يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. قال محمد أما أبو حنيفة رحمه الله فكان لا يرى في الاستسقاء صلاة وأما في قولنا فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين ثم يدعو ويحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ولا يفعل ذلك أحد إلا الإمام. Istisqa yomg'ir tilash duosi yoki namoz desek bo'ldi. Abdullah ibn Zayd al-Mazini
yuqorqi hadisga Abdullah ibn Zayd al-Mazini al-Ansari radhiyallohu anhudan boshqa bir sahoba. İsmi, familiyasi nisbatan o'xshaydi, lekin cho'ng dadasining ismi o'xshamaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozga chiqib, ya'ni Eid namozi o'qiydigan maydon bog'i, shuni chiqib, fastasqa yomg'ir tilida to'nini o'rdi. Qibla yuzlangan chog'da to'nini o'rdi deydi. Qala Muhammadun amma Abu Hanifa rahimahulloh fakana la yara fil istisqa'i salatan. İmam Abu Hanifa rahmatullohi alayhi yomg'ir tilgan chog'da jamoat bo'lib namoz o'qish unda sunnat yo'q. Lekin yolg'iz namoz o'qib qolsa joiz. Ammo istisqa faqatlam istig'fordan iborat, duodan iborat degan. Oyatmu faqul tustagfiru robbakum innahu kana g'affara yursilis samaa alaykum midrara. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam minbarda turgan chog'da bir kishi kelib halakatul amwal val kara'i yomg'ir tilab pasla degan chog'da minbar turiblam qo'lni ko'tarib duo qildi. Sonra yomg'ir to'kilishga boshladi. Bundan ayrim namoz o'qidi deb yo'q demoqchi. Yani Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yomg'ir tilgan chog'da namoz o'qimagan ahvollarmi sabit. Yani bunu bunda tushunsak bo'ldi. Agar masjidda bilan boshqa ish bilan mashg'ul bo'layotgan chog'da udul kep qilib yomg'ir tilab duo qilsa namoz o'qimasin bo'ldi. Yani maydonga atoydan chiqib yomg'ir tilsa namoz o'qiydi. Chunki maydonga chiqib namoz o'qiganligi isbotlangan. Lekin İmam Abu Hanifa yolg'iz namoz o'qib qolsa joiz deydi. Ammo istisqoda cho'qim namoz o'qish kerak degan bir nima yo'q. Va amma fi qawlina bizning qarashimizda, hozir ustozning boshqacha qarashdi bo'ldi. Bizning qarashimizda jumhurning qarashi shu. Innal imam yusalli bin nas rak'atayn. 2 rakat namoz o'qib jamoat bilan duo qilib to'nini o'riydi deydi. O'ng tarafini so'l tarafga, so'l tarafini o'ng tarafga. Bu imomdan boshqalik qilmaydi degan. Jumhurdan ba'zilar imom shunday qilsa, oxirdagi jamoat ham shunday qiladi degan. باب الرجل يصلي ثم يجلس في موضعه الذي صلى فيه. أخبرنا مالك أخبرنا نعيم بن عبد الله بن المجمري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي. Namoz o'qimagan bo'lsa-mu, namozni kutib o'tgan bo'lsa, savob e'tibori bilan namoz o'qiganning hukmida, ya'ni hukman fi salat bo'ldi demoqchi. Ba'zi ulamolar gunohni ishlab qolgan kishi bo'lib qolsa, asan gunohni yuyishning usuli albatta tavba qilib yuyitadigan taqdirda bunda namozni saqlab o'tsa, boshqa ish qilmasa-mu, farishtalar duo qilib turgan ekan, istig'for qilib turgan ekan, o'zligidan bunda yuyilib turdi degan. باب صلاة التطوع بعد الفريضة. أخبرنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد صلاة المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة في المسجد حتى ينصرف فيسجد سجدتين. Ma'anda farz namozlarning oldikenda o'qilgan sunnatlarni 10 rakat deb sanadi. Hanafi mazhabda 12 rakat deb qaraydi. Bunda olashda İbn Umar radhiyallohu anhu peshimdan ilgari 2 rakat deb sanagan. Buxoriy rivoyat qilgan hadisda Hazrat Aishadan kana la yada'u arba'an qabla adh-dhuhr. Farz ilgari 4 rakat sunnatni tashlamay o'qiydi degan. Bundan keyin Hanafi mazhab shu 4 rakat deganni ilib, jami 12 rakat qildi. Hanbali mazhabida 10 rakat deb mushur rivoyatga tayangan. Elbette Hanafi mazhabda shu juma kuni bo'lsin, peshin o'qiladigan boshqa kunlar bo'lsin, jumani peshinning o'rniga degan namoz desak, hammasida shu kun qayrilgandan keyin kirgan namozda oldida 4 rakat o'qishni muqim qilib bekitdi. Juma mu peshinning o'rniga degan bo'lg'achqa. Va ba'da salatul mag'rib rak'atayn fi baytihi. Fi beyti degan so'z balki hamma yuqorida tilga olgan namozlarga chetish qilishi mumkin. Kan yusalli qabla zuhr rak'atayn fi beyti va ba'daha rak'atayn fi beyti
bazı salatul maghrib rakatayn fi beyti ve bazı salatul asr rakatayn fi beyti deb. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o nafil namazını, sünnet namazını uyda o'qiydi. قال محمد هذا تطوع وهو حسن وقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قبل صلاة الظهر 4 إذا زالت الشمس فسأله أبو أيوب الأنصاري عن ذلك فقال إن أبواب السماء تفتح في هذه الساعة فأحب أن يسعد لي فيها عمل فقال يا رسول الله أيفصل بينهن بسلام فقال لا أخبرنا بذلك بكير بن عامر البجلي عن إبراهيم والشعبي عن أبي أيوب الأنصاري. Balag'ana degan shu balag'ninki sanadini keyin oxirida bayon qilib qo'ydi. Lekin bu hozir sanad bilan rivoyat bo'ldi. Lekin shu mazmundagi hadisni Hazrat Oysha kana la yada arban qabla dhuhr deb Sahih Buxoriyda rivoyat qilgan. باب الرجل يمس القرآن وهو جنب أو على غير طهارة. أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لا يسجد الرجل ولا يقرأ القرآن إلا وهو طاهر. قال محمد وبهذا كله نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله إلا في خصلة واحدة لا بأس بقراءة القرآن على غير الطهر إلا أن يكون جنبا. باب الرجل يمس القرآن وهو جنب أو على غير طهارة. Junub holatda olsun yoki namozni o'qiydiganga kichik tartib bo'lmasimi, har ikki holatda, cho'ng va kichik taratdan xoli holatda Qur'onni o'qish, Qur'onni tutish masalasi. Yani her ikisining hukmi o'xshashdek bir tuyg'u birda hozir. Amr ibn Hazm radhiyallohu anhu bu sahobalardan Xandaq g'azotida qatnashgan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning davrida Najronga vali bo'lgan. Shu sahobaga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam farz bo'lgan ahkamlarni, belgilamalarini yozib bergan bir kitob bor. Sahifa deymiz. Buni ulamolar amal qilishga bo'ladi deb buniki mazmunlar hammasi mashhur bo'lib ketgan. Mesela fil nefsi mi'atun minel ibil ve fil yedeyn diye ve fil vahide nisfud diye aynı cinayetlerinin tefsili tölemlere, zekat belgelimleri emmesi var. La yemassul Kur'ana illa tahir. Yani muşu mektupta işçideki mezmunda muşunda bir ko'rsatma var deydi. La yemassul Kur'ana illa tahir. Kur'an'da fakat pak adamdan tutsun. Yani muşuna İmam Muhammed ve cumhur ulemalar terti ba kişi de bunda izahlagan. Tahir diyen sözünü. Lekin ulemalardan bazıları la yamassul Kur'ana illa muslim. Yani mümin. Yani tahir diyenini muslim ve mümin de düşünüp yani kafir tutsu bulmaydı. Yani bunda düşünürse bazı bir qara'inlar boğaçqa diyen. Bunun asasen de mümin dediğini kısak bu yerde taharatlığa çıkanda münasebet çok keplap buldu. La yamassuhu illal mutahharun diyenini başkaça düşünürdü. An İbn Ömer radıyallahu anhu annahu kana yaqul la yasjudur raculu ve la yaqra'ul Kur'ana illa ve huve tahir. Secdege bargan çağdımı, Kur'an okugan çağdımı çokum tartib bo'lish kerak. İbn Ömer radıyallahu anhu'dan İmam Buxoriy rivoyat qilgan bir hadisda annahu kana yasjudu ala g'ayri wudu dedi. Yani kichik tartib bo'lmasimi, secde qilishga pas, secde oyatni o'qigan, anglagan ahvollarda secde qilaverdi. Yani secdega tarat shart emas deb rivoyat qilgan. Qur'onni pak holatda o'qiydi odam. Shuni balki musulmon deb izohlasa udul chiqishi mumkin. Biz yuqorqilarni mun tutmaymiz. Yani junub holatda Qur'on o'qishga bo'lmaydi. Kichik tarti yo'q holatda Qur'on tutishga bo'lmaydi. Va huwa qawlu Abi Hanifa illa fi khaslatin wahida. Faqat bir masalada boshqacha qaraymiz. La ba'sa bi qira'atil Qur'an ala g'ayri tuhran. Kichik tarti bo'lmasimi, junub emas. Kichik tarti bo'lmasimi, Qur'on o'qisa bo'lardi. Lekin tutsa bo'lmaydi deymiz. İlla yakunu junuban. Junub bo'lsa bo'lmaydi. İmam Muhammed mi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yezib avatgan bo'lishi mumkin yoki o'zining qo'liga tutqizgan bo'lishi mumkin. Sahifat Amr ibn Hazm. Hadis ulamolari anglash birinchi o'rinda turdi deb qaraydi. Ammo kitob bo'lsa, yozilgan narsa bo'lsa, ikkinchi o'rinda turdi degan qarash bor. Ammo Amr ibn Hazmninki
bu kitap bo'lgan ekan. Buni masalan nevrisimi cho'ngdasdan qolgan kitobni, kitap deganingizda bir cho'ng bir terga yozilgan bir qog'oz bo'lishi mumkin, bir varaqcha, bir hujjat ham bu. Cho'ngdasdan qolgan shu hujjatni nevrlari o'qib, bizning cho'ngdamizning Rasululloh yozib bergan shu hujjatda bunda bakan degini cho'ngdasdan yoki dadisdan anglab, u dadisi cho'ngdasdan bunda anglab rivoyat qilgan bo'lmay, sahifadan ko'rgan bo'lg'achqa buni ojiz deb turoladi ahli hadis. Sima'ning yuqori darajasi, kitobdan ko'rgani u ancha ishonchli emas. Bunda ba'zi yozishda tashif, tahrif bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Lekin ulamolar bu sahifani ishonchli deb qaraydi. باب الرجل يجر ثوبه أو المرأة تجر ذيلها فيعلق به قدر وما كره به قدر وما كره من ذلك وما كره من ذلك أخبرنا مالك أخبرني محمد بن عمارة بن عامر بن حزم عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. قال محمد لا بأس بذلك ما لم يعلق بالذيل قدر فيكون أكثر من قدر الدرهم الكبير المثقال فإذا كان كذلك درهم الكبير المثقال المثقال ده من قدر الدرهم الكبير المثقال فإذا كان كذلك فلا يصلين فيه حتى يغسله وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Mesela uzun kiyim giyip yerga so'rilib mang'am bo'lib qolsa, yo'ldagi maynatlar emas, tezak binasilar shuningga juq qilishi mumkin. Bu desamda sanadida an valad dedi. İbrahimning valadi. Valad bu kim nama'lum. Undan keyin hadis ojiz bo'ladi. Yani fihi mechul deymiz. Lekin boshqa yo'llarda mazmunda biz kelgan desak, bu mazmun saljallanib hasanun li g'ayrihi bo'lishi mumkin. Maynat deydi, men qolima degan ekan, undan keyin pakiziyadan ma'amsa desalsa, undan keyin mangan pakiziya buni tazlatadi. Yani bu cho'qim ig'rashdan nejis narsa bo'lmasdan, loy patqoqmasdan. Shunda ba'zi bir ishlatgan suvlarning juqayanda bo'lishi mumkin. Yani başta şu laylığa, şunda suluğa tigip, keyin andan pakiz topuğa tigip söylüp mangsa, aş topulu pakizli tutu demekçi. Yani İmam Muhammed dedi, la ba'sa bidalika ma lam ya'laq bizzeyli qadar. Meynat narsa, necaset deb qaraydigan narsa, juqib qolmasam, odatdagi ba'zi bir meynat narsalar biz ham pakiz emas deb qaraydigan narsalar, nejis emas, lay patqoqdagi narsalar, o'sha mayli. Fayakunu أكثر من قدر الدرهم الكبير المثقال. أنا مينات ناس جوخ قلده. نجس ناس جوخ تديله. شوفان تقدر شو شون تنجي مقدار قدر بمسلام. مثلا çikitek, buğdaydek bundan nasıl olsa meyle deydi. Eğer şon tengi miktarı bulup kalsa, bunu jüiş lazım. Yani bir mezhep şu necasetin olmasında apokunduğun miktarını aslında belgeldi o. Bunun için dirhemde belgeldi. Esanlığa mı? Mesela şu tarih kıldığı ürünü demek istiyor. Yani onu devamlı şu ürün, elik ürün de naklı cümleyi çırayla atıp ona. Şu üründe mesela başka yer yükmağın takdirde meylitte, apokulunette, anlaken aşınçılık miktar apokulundu deyip aynı bektiken. İmam Şafii rahmetullahi aleyhi dirhemden az olsun mu, buğdayçılık olsun jüiş lazım. باب فضل الجهاد. أخبرنا مالك حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القانت الذي لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع. Cihadninki fazileti.
üstüne to'xtaldi bu hadisda. Jihad ya'ni qital kuffar, qurolliq urushni ko'rsatgan so'z odamlarda. Xas ma'nosida deydi. Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurayra, Abu Hurayra radhiyallohu anhudan kelgan asahul asanid. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedi, matalul mujahid, mujahidning misoli. Mujahidning misoli degan ekan, mujahidningki fazilati, savobining kattaligi mushaddilam chiqib turdi. Ya'ni buni sha'nini qattiq ko'tarishni ko'rsatdi. Buning misoli shundaki deb buni o'xshashi yo'q. Lekin bunda bir narsani misol qilib baqayli deb qolsak, menda misol qilish mumkin demoqchi. Alloh yo'lida jihad qilgan kishiningki misoli kamatalil soimil qanit allazi la yafturu min siyamin va la salat. 24 soat bo'shashmay, to'xtamay, ro'zdor holatda namoz o'qib turgan odam bo'lsa, buni o'xshatish mumkin deydi. Lekin ayında turalamda, unda turadigan yo'q. Lekin bunga boshqa ibodat qilganlar hargiz unda yaqin kelmaydi. Zarvatu sinamul islom, islomning eng yuqori pallasi jihad degan. Hatta yarja. Biroq emas, toki g'azat qilib shahid bo'lmagan taqdirda g'azi bo'lib qaytib kelgan qadar ashunda ro'zdor holatda namoz o'qib turadigan bir odam bo'lsa, shuningga o'xshatish mumkin deydi. Jihad nima uchun shunda fazilatli desa, chunki bu Allohning kalimasini yuqori ko'tarish, dinni hukmron qilish, kofirlarning adibini o'rish qatorliq bunda muhim ishlar bo'lg'achqa, jihad eng fazilatli amallarning biri. Albatta fardayn bo'lgan chaqda shuni qilmasa bo'lmaydi, muayyanlashadi. Fardi kifoya bo'lgan chaqda sharoit qarab, ba'zida qurolliq jihad, ba'zida qurolsiz jihad, ba'zida boshqa ishlar afzal bo'lishi mumkin. أخبرنا مالك حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لوددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول ثلاثا أشهد الله. Bu yuqorqi sanad bilan keldi. Abu Hurayradan Said ibn Musayyib rivoyat qilgan hadisda Buxoriydagida, mushum Buxoriyda bor hadis. Said ibn Musayyibning yana bir rivoyati Buxoriyda kelgan. Unda sami'tu Rasululloh deb keldi. Mana qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedi. Vallazi nafsi bi yadi. Jinim ilkida bo'lgan zot bilan qasamki, men Alloh yo'lida o'ltirilib, urushib, o'ltirilib, undan keyin tirildirilib, undan keyin o'ltirilib, yana tirildirilib, yana o'ltirilib, qayta-qayta martabaga erishishni orzu qildim. Lavadittu ana la tamannaytu. Fakana Abu Hurayra yaqulu thalathan. Unda fakana Abu Hurayra degan mush ibora as-sanadga Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan A'rajning so'zi. Abdurrahman ibn Hurmuz shuning so'zi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mush hadisni rivoyat qilgan chaqda 3 qatam ushidulloh deydi. Ma'u bir tahlilandi. Ushidulloh degan Abu Hurayraning so'zi bo'ldi. Mush hadisni rivoyat qilib, Alloh taoloning oldida guvohlik beraman, yoki Alloh taoloni shu rostga guvoh qilaman degandek bunda deydi. Buxoriyning rivoyatida ashhadu billah deb kelgan. Yana bir ehtimol mushu jalliqroq A'raj dedi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu 3 qatam uqtal thumma ahya fa uqtal thumma ahya fa uqtal thumma ahya deb 3 qatam takrorlagan. Men yani Abdurrahman al-A'raj men Alloh taolo guvohlik beraman, bunda 3 qatam takrorlagan degan. Ushhudu billah o'chaqda Abdurrahmanning so'zi bo'ldi. Har ikki ehtimolligi bor. باب ما يكون من الموت شهادة. أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن جابر بن عتيكة عن عتيك بن الحارث بن عتيك وهو جد عبد الله بن جابر أبو أمه أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة وبكينا فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية
قالوا وما الوجوب يا رسول الله قال إذا مات قالت ابنته إذا مات قالت ابنته والله إني كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك قد كنت قضيت جهازك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد أوقع أجره على قدر نيته وما تعدون الشهادة قالوا القتل في سبيل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة 7 سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد والغريق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد وصاحب الحريق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد باب ما يكون من الموت شهادة قندا ألملا شيخ مرتبسine kul keltirgan ölen buludu. Atik ibn Haris bu Abdullah ibn Abdullah'ın çoğun dadısı. Yani anısının dadısı dedi Abu Ummi. Abdullah ibn Cabir. Abdullah'ın dadısı Abdullah'ın ayalının dadısı buldu. Enne Cabir ibn Atik akbarahu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve Abdullah ibn Thabit. Bu sahabını yoklap ketken ağırıp kalan çağda yoki yaralangan bo'lishi mumkin jihatda. Fawajadahu qad ghuliba. Shundan qarasa sakratda ig'ir ahvolda yotgan. Fasahabihi falam yujibhu. Oy Abdullah deb masalan ulukrak gap so'rab munda gap qilsa javobni bermadi. Fastarja Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Istarja yani inna lillahi ve inna ilayhi raciun dedi. Ve qala gulibna aleyk yani biz bilan billa yaşab biz bilan billa turishingni yoqtirsakmi Alloh taolaning qadri bizni chorasiz qoldi demoqchi. Abu Rabi' Abdullahninki kunyati. Yani Abu Rabi' deganni hozir qarasanglar kunyati bilan nima qilishiga alohida bir izzat, bir xil muhabbatni ifodalaydigan ahvol. İsmini atmay kunyatini atash. Fasahan nisva. Yani Resulullah'ın sözünü anlayanken, istirca'ını anlayanken ayollar yığılab çoğuruşup gitti. Bu sekratki ahval ve bekeyne yığılaştı. Feca'ala İbn Atik'in yusekkituhunna. El-Haris, Cabir İbn Atik deyli. Ulanı yığılmanlığa da tosaşkı başladı. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem da'hunna. Ol tosma koyuvat. Fe-idâ vecebe felâ tebkenne bâke. Çünkü ölen bu mağalatta andurluk yığılamdı, onu bak çekleydi kaçamaz. Fe-idâ vecebet ölep gitip kalsa, can üzse, andın onda avazlık yığılımı son. Ama işsiz yığılsa, avazsız yığılsa ruhsat. Kalu ve mel vücub. Yani vücub diyen söz aslında vecebe diyen düştü, pattı diyen manda. Fayda vecebet cunubuha tügülerini boğazlanan çağda yağ bıkkı tutsa, bekine yağ tegse dinge. Vecebet şems gâbet. Vücub diyen yan buldu ya Resulallah. Kâle idâmâte. Can üzse dinge boğadır. Kâlet ibnetuhu. Yani şu sorunda kızı dedi. Vallahi inni kuntu la ercu en tekune şehiden. Allah olan kasam. Men özlerine şehit bo'lsa deb arzu qilgandim. Hozirda shu nimada yatakda jannuzni shaldirgo. Fa innaka qad kunta qadayta jihazak. Chunki sizlar tayyorliklarni tugagan, jihatga chiqishga tayyor bo'lgan, oziq-to'liq tayyorlab, ularni tayyorlab, jihad qayda turgan chaqda bunda yetib qollar dedi. Ya'ni shehit bo'lmaydigan bo'lib qollar deb afsuslanib o'tiradi. Qadayta atmamta diyeman. Cihazek yani tayyorlik. Tejahhaztu deyimizgo. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem innalloha taala qad awqa ajrahu ala qadri niyati. Allah taala bunun niyatiga yarasha savob yezvetdi, savob bervetdi degan. Awqa yani avjaba degan. Va ma ta'udduna shahada. Sizlar qanda o'limlarni shahidlik deb qaraysizlar? Sahabalar dedi, Allah yo'lida o'ltirilsa buni shahid deb qaraymiz. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem eş-şehadatu sab'un. Şehitlikka erishtirilgan o'lim 7 turlikdir. Allah yo'lida o'ltirilsin boshqa 7 turlik. Al-mat'unu shahid. Al-mat'unni biz vaboda, yuqumliq kasalda o'lib ketganlar dedik. Yani pichoq tiqilgan degan gap emas, mat'un ta'nat sakin emas. Mat'un degan ta'undan kelgan.
والغريق شهيد سودا غرق bo'lib ketgan وصاحب ذات الجنب شهيد beqini ag'rab o'lib ketgan kishi والمبطون شهيد qo'sqa ag'rab o'lib ketgan kishi وصاحب الحريق شهيد kuyib o'lib ketgan kishi والذي يموت تحت الهدم شهيد tam o'lib ketgan kishi والمرأة تموت بجمع شهيد yana tug'utda o'lib ketgan amildor holatda o'lib ketgan ayol desak unda mushu shehidga erishtiradigan albatta bu shehidning ichida shehidul dunyo va oxira shehidul oxira hammasi bor shehidul dunyo va oxiragami biz shehidul oxiraning savobi berildi dedik bu alloh taoloning fazli marhamati mushunda shehid martabasiga erishib o'lib ketganlarni biz ixtiyorda ba'zi hadisda 5, 7 deb oxiri to'plab 20 necha turli kishi deb sanagan. İmam Suyuti mushunda shehid martabasi berilgan shu holat o'lgan kishilarni sanab rivoyatga kelgan kishilarni sanasa 30 necha 45 ga apagan. Bir-birlab sirib tasqab sanagandan keyin 45 turli kishiga hadislarda shehid martabasi bergan ekan. Mushaqi bir risola yozib Abwabus Saada fi Asbabish Shahada deb atabdi. Maxsus bir risola ekan. أخبرنا مالك حدثنا السمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له وقال الشهداء 5 المبطون شهيد والمطعون شهيد والغريق شهيد وصاحب الهدم شهيد والشهيد في سبيل الله وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. Asli bu hadis 3 hadis. 3 hadisni Abu Hurayra radhiyallohu anhu birlashtirib rivoyat qilgan bo'lg'achqa boshqa raviylarmi birlashtirib rivoyat qilgan. Birinchi hadis bir kishi, yani bu kishining kimligi muhim emas. Burunqi ummatlardan bo'lishi mumkin. Yo'lda tikanlik bir shax deyli, g'usn zat shavk desak, tikinva bir shaxni ko'rib, kishilar aziyat kuchirmasin deb yo'ldan elvatdi. İmanning 63 شيخوات دخو الإيمان بدء وستون شعبة أدناها إماطة الأذى عن الطريق فأخره يعني يولد إلوته يعني جرق بريء تشلوته فشكر الله له فغفر له الله تعالى bunun qilgan mush yaxshi ishiga sana o'qib qabul qilib uni mag'firat qilyapti. Yani bunda kichik ishlar ko'zga ilmagan bilan bir kishini jannatga kirgizadigan endi bir muhim bo'lishi mumkin. Şuna la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a. Ve qala ikinci hadiste eş-şuhada 5 el-mabtun şehid ve'l-mat'un şehid ve'l-gariq şehid ve sahib el-hadm şehid ve şehid fi sabilillah. Allah yolda uruş qilib kafirning qo'lida o'lgan demakchi. Üçüncü hadis ve qala law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saff al-awwali thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu. Kishilar azan o'qishning va birinchi safda turishning fazilatining kattaligini, savobining kattaligini biladigan bo'lsa, bilmaydi. Biladigan bo'lsa, undan keyin shunga erishish uchun chek tashlashdan boshqa yo'l bo'lmasa, cho'qim chek tashlab, shunga erishmoqchi bo'libdi deydi. Law harfim tina deymiz, ammo ya'ni natijada ular fazilatini bilmaydi demakchi. Lastahamu degandan keyin bir jumla tushib qolgan. Buni hozir yozib olinglar. Lastahamu ayog'ida walau ya'lamun dedigo, lastahamu bilan walauning orlig'iga walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu ilayhi. Ma fit tahjir. Tahjir degan toza shu havo qizg'an tush vaqti. Peshin bilan jumaga toza havo qizg'an tush vaqtida mengishning fazilatini bilgan bo'lsa, albatta musobaqalashgan bo'libdi. Musobaqaga yo'lda ketib o'tib, tiz mangishda musobaqalash emas, lekin burun birishda musobaqalashgan bo'ladi. Yoki umum namozda ishlatsak, at-tahjirni at-tabkir deb tushunsak bo'ladi. Burun birish degan ma'noda. Lekin hajira degan so'z havo toza qizg'an tush vaqti. Walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la'atawhuma walau habwan. Xubtan va bomdod namozida jamoat bilan birga o'qishning fazilatini bilgan bo'lsa, savobini bilgan bo'lsa,
Her qanda özürlüğünü tashlab qo'yib, o'milab bo'lsin kelgan bo'ladi. Atama degan so'zni xutanga ishlatdi. Ba'zi hadislarda xutanni atama deb atamanglar, arabiylar, badaviylar ko'ngil qaradimda ataydi deb kelgan. Lekin bu yerda agar asha deb qolsa, sham bilan xutanni asha'ayn deb, shamni asha deb ataydigan bo'lg'achqa, sham deb tushunib qolmasin deb atama degan bo'lishi mumkin. Azan to'lashda sahabalar Qadisiyada Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu qo'mondonligida urush qilayotgan chog'da muazzin shahid bo'lib ketganmi, bir necha yildan muazzin talashgan. Talashganda axiri birisini buktanmay chek tashlab, undan chek chiqqan kishi azan o'qiydi. Abwabul janaiz, babul mar'ati tughassilu zawjaha. Akhbarana Malikun, akhbarana Abdullah ibn Abi Bakr أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق غسلت أبا بكر حين توفي. غسلت أبا بكر حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل؟ فقالوا لا. قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس بأن تغسل المرأة زوجها إذا توفي ولا غسل على من غسل الميت ولا وضوء إلا أن يصيبه شيء من ذلك الماء فيغسله. Ayol eri vafot bo'lib ketsa, erini yuvib tarisi bo'lamdi. Asma bint Umays radhiyallohu anha Abu Bakrninki ayoli. Bu bir tarafdan şu Maymuna zavjin Nabiy sallallohu alayhi vasallam, ondan Abbas radhiyallohu anhu'ningki ayoli Lubaba bintul Haris. Maymuna bintul Haris va Lubaba bintul Haris bu ikkalanga ona tarafdan bir tuqqan. Dadasi boshqa, ona tarafdan bir tuqqan. Ja'far radhiyallohu anhu elib, keyin Ja'far shahid bo'lib ketgandan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhu olgan. Undan keyin bu bir tarafda elib etsaq, Abu Bakrning ayoli bo'lsa, Maymuna Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ayoli bo'lsa, Abu Bakr bir tarafdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan bo'ldi, baji bo'ldi. Abu Bakr radhiyallohu anhu vafot bo'lgan chog'da ayoli yuvgan. Va mayitni yuvgandan keyin yuvinish kerakmi desa, muhojir sahobalar yo'q degan. İmam Muhammad rahmatullohi alayhi biz shuni tutamiz. Birinchi masala ayoli vafot bo'lib ketgan erini yuvib tarasa bo'ladi. Albatta buningda ijmo var. Hamma olimlar ayoli erini yuvib tarasa bo'ldi deydi. Ammo aksi olab, ayoli o'lib ketgan bo'lsa, eri yuvib tarasa bo'lamdi deganda ko'z qarash o'xshash emas. Wala ghusla ala man ghassala al-mayyit. Ikkinchi masala mayit yuvgan kishi yuvinish kerak emas. Yuvinish bo'ldi. Yuvinish yaxshi mayli, ammo yuvinish hech gap yo'q. Bu jumhurning qarashi. Ba'zi ulamalar man ghassala mayyitan falyaghtasil va man hamala janazatan falyatawadda degan hadisga asosan yuvinish kerak deb qaragan. İlla yusibahu shay'un min zalika al-ma. Lamash mayitni yuvgan suv. Mayitni yuvishga ishlatgan suv yuvib bo'lgandan keyin kiyimiga, badaniga chasrab ketib qolsa, shuni yuvasi bo'ldi. Chunki bu ishlatilgan suv maynat bo'lishi kerak emas, ammo ehtiyotan yuvitish lozim. باب ما يكفن به الميت. أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أنه قال الميت يقمص ويؤزر ويلف بالثوب الثالث فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه. قال محمد وبهذا نأخذ الإزار يجعل لفافة مثل الثوب الآخر أحب إلينا من أن يؤزر ولا يعجبنا أن ينقص الميت في كفنه من ثوبين إلا من ضرورة وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Bunda meyitni qancha parcha rahbilan kepillaymiz degan masala. Yuqammas ko'ngilga kiydirildi, yu'azzar izar kiydirildi demoqchi. İmam Muhammad biz yuqoridagi rivoyatni tutamiz. Al-izaru yuj'al lufafatan mithla thawbil akhar. Yani bu yer demoqchi o'g'ini meyitga ishlatgan, belning ostiga ishlatgan shu izar parchasi hayot kishi belning ostiga yurgandek u tarafda yurga bog'lab bunday qilib yurmaydi.
Belki onu astığı salıpla balına zıkıdığandek meyilini suyu koyup dağlam da yögep koysak buldu. Yöge kıp koyumuz. Yani da izar takıgallı hazır bunu bir usulda yögep onun bir yerini türüp yaki bağlıtılgan bir usulu var. Hayat kişidek onda keydürülmeyimiz onunla. Lekin yögep koysak buldu. Mesela sabıl akar. Yögediğen yani bir parçarakta okşaş yögesek buldu. Ahabbu leyna min en yu'azzar. Onda hayat kişidekidek onda qiyğandın munda qiyğını yaxşırak. İki parçadan az raqta kepallashni taz yaxshi ko'rmaymiz yoki makruh deb qaraymiz. Zururiyat bo'lib qolsa mayli. Masalan Musab ibn Umayr, Hamza ibn Abi Talib radhiyallohu anhu vaqaligidek boshqa topolmagan chaqda mayli. Bo'lmasa 3 parcha raqta nima qilish shu munosib deydi. İki parça ise, iki parça mı bazıda meyle. Çünkü Hazreti Ebu Bekir mi iki parça kapılangan demek. Babul meşyi bil cenaizi vel meşyi ma'aha. أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أسرعوا بجنائزكم فإنما هو خير تقدمونه إليه أو شر تلقونه عن رقابكم. قال محمد وبهذا نأخذ السرعة بها أحب إلينا من الإبطاء وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. جنازة غاقشمش أسرعوا بجنائزكم يعني ميتنا دفن قلشن تيرلاش ويرلك أبرشتا تزرك بلانلا ألدرانلا. Çünkü o eğer yaxşılık qilgan yaxshi kishi bo'lib qolsa, savobiga tezroq apagan bo'lasizlar. Agar nachar kishi bo'lib qolsa, qabristda nacharlikning jazosi uchraydi. Uni bo'yningizdan tushirib tezroq qutulasizlar demoqchi. Mishalki as-sur'a bu hamda shu tayyorlikni qilishda, tayyorlashda tez bo'lash. Lekin bu hamda yugurib mang'ish degan gap emas. Albatta mangan chaqdimi, sal tezroq mangdi, lekin yugurish bo'lmaydi. أخبرنا مالك حدثنا الزهري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي أمام الجنازة والخلفاء هلم جرا وابن عمر. أخبرنا مالك حدثنا محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام جنازة زينب ابنة جحش رضي الله عنها. قال محمد المشي أمامها حسن والمشي خلفها أفضل وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. زهري قال كان رسول الله لكن bu mursal يمشي أمام الجنازة Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenazenin aldığı mangan halifeleri mi? Aqadan kelgan halifeler mi? Şunda kendi mağattı. İbn Ömer mi? Bu halife emas, şuna ayrım atab koydu. Aldığı mağattı deydi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldığı mağattı ise çünkü şefaatçi boğaçqa aldığı mangan buluş mümkün. Halifilden Ebu Bekir ve Ömer'le kendiki cemaatine kıstap koyan halife de alayda billi Muhammed'e nima qilib baş tarafga qistilib ketib qolmasin deb oldi mangan. Lekin ma'nodamda ulamani o'tirda oldi mash afzalmi, kendi mash afzalmi degan masalada sal talash bo'lg'achqa, hozir bu oldida mash afzal deganga dalil qilib keltirildi. Albatta cenazenin aldığı mansun, kendi mansun, beqinidi mansun caiz, onda ixtilof yo'q. Lekin qaysi afzal deganda jumhur ulamalar aldığı manş afzal dedi, Hanefi mazhabda kendi manş afzal dedi. Al-mashu amamaha hasan, ixtilof yo'q. Mansı bo'ladi. Vel mashu xalfa afdal, yani biz afzal deb qaraymiz. İmam Ebu Hanife shunday deb qaraydi, lekin jumhurlar aldığı manş afzal deb qaraydi. Biz Buxoriyda rivoyat qilgan bir hadisni dalil qildik-ku. Men ittaba'al cenaze. Taba'a degan cenaze agesir yanıldı, cenaze aldığı man degan buldu. Babul meyyiti la yutba'u binarin ba'da mevtihi أو مجمرة في جنازته أو مجمرة في جنازته. أخبرنا مالك أخبرنا سعيد بن أبي سعيد المقبري أن أبا هريرة رضي الله عنه نهى أن يتبع بنار بعد موته أو بمجمرة في جنازته. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Cenazenin kendinden o tekmanıdığan ya ki ısırıkdanını götürüp ısırık salıp manıdığan da işler yok dedi.
Belki de bazı vakitte şunda kıyam olsun ki tabi'inin devrinde bazılar. Babul qiyam lil cenaze. أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد عن واقد بن سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه عن نافع بن جبير بن مطعم عن معوذ بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنازة ثم جلس بعده. قال محمد وبهذا نأخذ لا نرى القيام للجنازة كان هذا شيئا فترك وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Resulullah sallallahu aleyhi cenaze ötken çağda orundan tuğallıqı seyyidisli rivayet kılıngan. Yahudinin cenazesi ötken çağda mı? Orundan tuğan çağda bu Yahudinin cenazesi de ya Resulullah aleyhisselatü nefsen diyen. Seyyidisli de bu. Lekin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye bağlan çağılda müşrikliğe karşı mümkün kadar ehli kitapka udul kildiğen aynı bir yol tutkan deslepte. Çünkü ulama ehli kitap peygamberlik işinidi, sürgen kitapları işinidi, kıyamet işiniden boğaçta müşrikliğe karşı bir gevdeni kılış için aşında ehli kitapka okşaydıgan şekilde yol tutmangan. Elbette İslam körsetmesi mi? Ruhsat kılgan dairde. Keyin muhalefete ahli kitap yolunu tutgan, onu xilaf iş kıldıgan, özgeçe iş tutulgan, bunda bir teveccühü bolgan eken. Başta cenaze ötep kalsa orunun turuşunu ahli kitapga muvafiq holatda keyin andan tumaydigan bolgan. Orunun turuş mansukh bo'lib ketgan demakchi. La nara al-qiyam al-janaza. Yani cenazıga örtürüşnün meşruliği hazır qanmıdı deb qaraymiz. Kanada şey'an futrek burun şunda örtürüş bardı. Deki hazır ahirki çağlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahirki çağlarda bunu beka qilib etgan. O İmam Abu Hanifa'nın, İmam Malik'nin, Şafii'nin, yani cumhurunun qarışı. Fakat lam cenazaga ergişey degan kishi bo'lib qolsa, oldin cenazesi o'rnidan turib bildiman olur. Bo'lmasa o'rnidan turmusun buldu. Yahudi ukasını turanlar, kitap ukasını turanlar, onların melaikeler bir imanını sınavsında, bunu hürmetliğiniz melaikeler hürmetliğiyle Eğer aslında talil kılıngan rivayet bulup kalsa, dastlabda Yahudilerinin tutkan nüsümü udulkildiğen, hem niyetimizde biz periştilerini göz tutkan halatda, bunda turmaz degan bolsa, keyin Yahudiler kılgan usulga xilaf ish qilish uchun keyin tumasliqni yo'l qo'ygan bo'lsin. باب الصلاة على الميت والدعاء له. أخبرنا مالك حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه كيف يصلي على الجنازة فقال أنا لعمر الله أخبرك اتبعها من أهلها فإذا وضعت كبرت فحمدت الله وصليت على نبيه محمد ثم قلت اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به إن كان محسنا فزده في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. قال محمد وبهذا نأخذ لا قراءة على الجنازة وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Meyitning namazını düşürüş, onun dua kılış babı. Haddesen Sa'id el-Makburi an abihi, dadısı Kaysan ibn Sa'id el-Makburi. Bu Ümmü Şerik'ninki Hazret Kerdisi'tti. Bu kişi Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan sorudu. Keyfe yusalli alel cenaze. Cenazenin namazını qanday düşürme? Keyfe yusalli yani men qanday namaz o'qiyman deb so'g'an bo'lsin. Yoki bir kishi qanday namazını düşürdü? Faqala la'amrillah ukhbiruk. Ana la'amrillah ukhbiruk. Amrillah degan Allohning hayoti bilan qasam. Hayoti bilan qasam demak. Allohning hayoti bilan qasam. Arablarda shunday hayoti bilan qasam qilishpa. Qur'on Karimda Alloh taolo payg'ambarning hayoti bilan qasam qilgan. La'amrika innahum lafi sakratihim ya'mahun. Endi bu hayoti bilan qasam qilish, bunday qilib aytsak, qasam maqsad qilmaydigan, ammo arablarda shunda iborat surdigan bir odat shakllangan. Şuna hozir qadar masalan ba'zi ulmoning kitoblarida la'amrik degan so'zlar uchraydi.
bo'lmasa hadisda man kana halifan falyahlif billah dedigo qashnasini qasam qilsa bo'lmaydi. Lekin bu qasam maqsad qilinmaydigan, shunda og'zi ko'nib ketgan iboralar. Lag'u yani. Yani bir xil ta'kidlashni bildirdi deylar. Yani Alloh bilan qasam, Allohning hayoti bilan qasam, buni men sana deb beraman. Sen dal joyini tepsa, undan biladigan kishi mushana demak. Ittabi'ha min ahliha. Jinozaga uydan tortib agishmangan. O'ylisdan uydan tortib agishmangan. Fa ida wudi'at namozgohda yerga tushirilgan chaqda namoz o'qish uchun kabbarta bir takbir tushirib quloqqa qilib hamd sano o'qiysa. Ikkinchi takbir tushirib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam durud o'qiysa. Ondan summa qulta yani uchinchi takbirdan keyin Allohumma abduk deb shu duoni o'qiysa. Kana yashhadu an la ilaha illa ant. Yani u dunyolik chaqda biz bilan yashagan chaqda shunda shahodat keltirgan. In kana muhsinan fazid fi ihsani. Agar bu yaxshilik qilgan bir bandang bo'lib qolsa, uningga texmijiq yaxshilik qilgaysan. Agar nacharlik qilgan kishi bo'lib qolsa, uni o'taysan. Allohumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah bizni uning savobida erishadigan ajrdan mahrum qilmag'in. Berk ajr hozir ashunga tushigan namozning savobi bo'lishi mumkin. Yoki aşı bir qarindishimizdan ayrilib qolganlik, aşı musibatga uchraganlik sababidan bizga berilgan ajrdan mahrum qilmagan degan bo'lishi mumkin. Chunki musulmonning qarindishi bo'lg'achqa bir qarindishidan ayrilgan kishi musibatli bo'ldi. Buni sabr qilsa savob berildi. Ve bihada na'khud la qira'ata 'ala al-jinaza. Ana shu rivoyatda o jinoza namozida Fatiha o'qigan ya oyat o'qigan bir ahvol bo'lmagan ekan, biz buni shuni tutamaymiz. Ve qavli Abi Hanifa rahimahulloh va Imom Malikning qarshi jinoza namozida Fatiha ya Qur'on o'qilmaydi. Albatta duo niyatida o'qib qo'yish bo'ldi dedi-ku. Yani bundan jinoza namozida Qur'on o'qish kerak degan gap yo'q. O'qib qolsa cheklanmasligi mumkin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan jinoza namozida Qur'on o'qiganlik kelmagan. Yani sahih, sarih hadislarda Rasululloh masalan jinoza namoz tushirib, buni Fatihani o'qidi. Fatihani o'qinglar deb bunda bir hadis kelmagan bo'lg'achqa, sahoba ikramdan ikki xil rivoyat kelib qoldi. Ba'zilar masalan ardiqidek Qur'on o'qish yo'q degan tariqada rivoyat qildi. Ba'zilar Fatiha o'qib nima qilgan ekan, sunnati bor deb bunda rivoyat qilgan bo'lsa, ulamolar ikki xil qarashda bo'lib qoldi. أخبرنا مالك حدثنا نافع أن ابن عمر كان إذا صلى على جنازة سلم حتى يسمع من يليه. قال محمد وبهذا نأخذ يسلم عن يمينه ويساره ويسمع من يليه وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. يسمع من يليه İmam keyin tuğan kişiler anladık salam berdi demakçi. O ismi yeli ve o kavli Ebi Hanife. İmam Malik mi bir rivayette şunda deb qaragan. Ama İmam Şafii işçide salam berdi deb qaragan. Lekin Mısır'daki Şafii mezhebidagilar hozir ilk salam berdi. Lakin bular İmam Ebu Hanife'nin qarashini tutgan bo'lishi mumkin. أخبرنا مالك حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي على الجنازة رضي الله عنهما كان يصلي على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما. قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس بالصلاة على الجنازة في تينك الساعتين ما لم تطلع الشمس أو تتغير الشمس بصفرة للمغيب وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Yani bamdatdan keyin va asrdan keyin cheklangan vaqtga duchor bo'lib qolmaydigan bo'lsa, jinozaga namoz o'qisa bo'ldi. Masalan, bamdatdan keyin kun chiqayotgan holat kelib qoldi-ku. Kun chiqayotgan holatda namoz o'qish cheklangan. Asrdan keyin qarasa kun petayotgan holat cheklangan. Shu chiqayotgan va petayotgan holatga kelib qolmasalar, orliq bo'lsa, masalan, bamdan burroq o'qgan bo'lsa, kun chiqishga boshlanishga arliq bo'lgan bo'lsa, shu chaqda o'qisa bo'ldi. Asrdimi, masalan, vaqtida o'qigan bo'lsa, keyin kun petishga xili vaqt bor, shu arliqda o'qisa bo'ldi demakchi. Taynak as-sa'atayn. Ya'ni shu ikki vaqtda demak. Ma'nodan shu namoz o'qishdan shu ikki vaqtda duo qilishmi cheklanadi. Jinoza namoz tushirishmi cheklanadi. Jinozamizning duo o'qib
Dua lekin endi bu namoz. Namoz odatdagi namozga o'xshash, ya'ni bu mazhabda cheklaymiz dedi. Yani dua cheklanmaydi. Aksiya dua mustahab bo'lishi mumkin. Chunki kun patgan chaqda, kun patgan chaqda qiladigan duo bor. Allohumma inna hada iqbalu laylika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfir lana. باب الصلاة على الجنازة في المسجد. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما صلي على عمر رضي الله عنه إلا في المسجد. قال محمد لا يصلى على جنازة في المسجد. وكذلك بلغنا عن أبي هريرة رضي الله عنه موضع الجنازة وموضع الجنائز بالمدينة خارج من المسجد، وهو الموضع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة فيه. Mescidde cenaze namazı düşürüşki bulamdı diyen mesele. Bunu ulmanın oturup lappa. Birinci rivayette Hazreti Ömer'e mescidde namaz düşürgen dedi. Suheyb er-Rumi radıyallahu anhu namazını düşürgen. Yani mescid nişada Mescid-i Nebevi bil Medine. İmam Muhammed de cenazemizde mescidde düşürüşki bulmaydı. Nişada la yusalla okulmaydı digine bu kiraha tahrimiyen görsün mümkün, kiraha tenzihiyen görsün mümkün bu rivayette. Ve kezalike belagana an Ebi Hureyre. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan da geldi bizge. Yani mescidden cenazemiz düşürülmeydi diye rivayet geldi. Ve mevda'l cenaizi bil medineti haricun minel mescid. Yani cenaze namazı okuyduğun cay, musalla Medine'de Mescid-i Nebevi'nin sırtında ayrım bir cay var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenazenin şuraya çıkıp şuraya düşürttü. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazının bazısını bir ahvalda mescidde düşürgen ahval var. Hazreti Ayşe'mi ve ashabıga şunda degen. Mesela Abu Bakır'ın namazı mescid düşürülgen, Ömer namazı düşürüldü, Resulullah falanıga mescidde namazını düşürgen dep etiraz bildigen. Mescidin sırtıga edip mangallaga şunda etiraz ediyor. Lekin endi Hanefi mazhabının şu nimasimi delil jihatdan kuchlik. Resulullah ko'pincha ahvolda, odatki normal ahvolda janozani namozgohga chiqib, ya'ni Jannatul Baqiyaning o'sha qabristonlik tarafdagi bir tuzanlik maydon bordi. Masalan, Hayitgoh deymiz-ku, Hayit namozini shu musollaga chiqib o'qiydi-ku, ayda bir maydonga chiqib, o'sha sahobalarni tizib, unda o'qiydi. Bir ahvollar namozni shu masjidda tushirish udul kelib qolgan, uzrlik ahvol bo'lsa, masjid tushiga ahvol bor. Ana bu şu Hazreti Ömer'nin vakaligimi ayında bir üzürlük ahvalda. Bunda mesela bir fitne payda bulup kılış, yani bir siyasi qalaymuqançılık çıkış ihtimali bo'lg'achqa sirtqa chiqmay masjidlar tushgan deb tushundi. İmam Şafii ve İmam Ahmed'la masjidda tushirmiz deb qaraydi. باب الرجل يحمل الميت أو يحنقه أو يغسله هل ينقض ذلك وضوءه؟ أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن ابن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. قال محمد وبهذا نأخذ لا وضوء على من حمل جنازة ولا على من حنط ميتا أو كفنه أو غسله، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Hannat meyit kişildiğin kuşpırak arlaşmasını biz hanut dedik. Şu hanut kuşpırak arlaşmasını meyitke sükeydi demekçi. Yani meyitini hanutlaydı. İbn Said ibn Zeyd, onun ismi Abdurrahman'dı. Thumma dakhalal masjide. Yani şunu hanutlaptı, onu kötüraptı, onu meskrep namaz okudu. Lekin tartama dedi. Belki de namazını şurpulap ki meskrep her zaman okugan bo'lishi mumkin. Yoki shu balani ko'targuncha masjidga kirib, shu balaninki namozini tushirgan bo'lishi mumkin. Har ikki ahvolda hanutlagandan keyin tartilib o'tmaylam namoz o'qigan demakchi. Va bihada na'khud dedi Imom Muhammad. La wudu'a ala man hamala janaza. Yani bir rivayatda man hamala janazatan falyatawadda deb kelgan bo'lg'achqa biz marvatni olamiz. Janoza ko'targan kishi tartilish kerak emas. Tart elasa yaxshi. Nima uchun yaxshi desa, tart elitish lozim degan qarashdagi ulamalar bo'lg'achqa, ulamalardan o'tirimizga xilofni o'qitish jihatdan mandub deydi. Ham jumhur ulamalar rivoyat kelgachga tart elitish mandub deb qaraydi. Xurujan al-xilof emas. Yani bu mazhab bilan jumhurning o'tiridagi farq ham.
Yani cumhur ulamalar ta'dilish mandubdir. Wala ala man hannata mayyitan. Meyitga shu xushbiroq aralashmasini sutgan yoki kepalligan yo juftaragan kishigami unda ta'dilish kerak emas. Va huwa qawl Abi Hanifa rahimahulloh. Jumhurning qarashi. باب الرجل تدركه الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه كان يقول لا يصلي الرجل على جنازة إلا وهو طاهر. قال محمد وبهذا نأخذ لا ينبغي أن يصلي على الجنازة إلا طاهر. قال فإن فاجأته وهو على غير طهور تيمم وصلى عليها وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Tertib holatda janozamiz tushish bo'lamdi desa bo'lmaydi. Agar janozamizni kelib qoldi, bu kishining tarti yo'q. Tartilib kelay deb qo'ycha janozamiz namozni tushirilib ketib qoldigan bo'lib qolsa, tayammum qilib ham namozni tushirsa bo'ldi. Yani su ba, tartag'il kirib, tartasa suvdan tartaladigan turg'liq, tayammum qilib namozni tushirsa bo'ldi dedi. Imom Abu Hanifa, Auza'i, Lays va Rabi'a shularmisa bo'ldi deb qaraydi. İmam Şafii, İmam Ahmad Maliklar bo'lmaydi deb qaraydi. Sahaba kiramlardan kelgan rivoyatlar bor. Shuni tayangan. Babus salati alal mayyiti ba'da ma yudfanu. Akhbarana Malik, akhbarana Ibn Shihab az-Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyab عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات. النجاشي اسمه أسحمة هبشتان بادشاه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات. نعى degan o'lim xabarini yetkazdi. Bir mazhabda bir joyda namoz tushirilgan bir kishining qaytgan bir joyda o'zi yo'q yerda namoz tushirilmaydi degan qarash bor. Najashiyning albatta Habasistonda shu yerda ba'zi musulmonlar bo'lsa tijoratga borgan yoki ishlarda musulmon bo'lib turib qolgan musulmonlar bo'lsa atrofdagi musulmonlar namozini tushirgan bo'lishi mumkin. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Najashiyning o'lim xabarini berib Madinada bir qator namozini tushirgan. Namozini tushirgan chaqda ba'zi rivoyatlarga asosan yoki Habasiston bilan Madina oralig'idagi to'saqlar ichilib ketib, ilinib ketib, Habasistondagi shu jinoza Rasulullohning oldida ko'rinib turgan degan rivoyatlar bor. Yana bir rivoyatda shu jinoza oldiga keltirilgan, oldida bu holatda namozini tushirgan. Chunki sahobalar shu jinoza oldida deb o'ylagan to'q shunda deb qaragan rivoyat bo'lg'achqa shunda bir xil mo'jiza yuz bergan deb salatul g'ayb yo'q deb qaraydi. Ya'ni shu chaqda bu salatul hodir demoqchi. Bu yerda xuddi Habasistonda bir qatam tushirilgandan keyin Madinada bir qatam tushirilib takrar namozini tushirgandek bir ahvol bo'lg'achqa bu yerda Imom Malik shuni aytdi. أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب الزهري أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف أخبره أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت فآذنوني بها. قال فأوتي بجنازتها ليلا فكرهوا أن يؤذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم آمركم أن تؤذنوني؟ فقال ألم آمركم أن تؤذنوني؟ فقالوا يا رسول الله كرهنا أن نخرجك ليلا أو نوقظك. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها فصلى عليها فكبر 4 تكبيرات. قال محمد وبهذا نأخذ التكبير على الجنازة 4 تكبيرات ولا ينبغي أن يصلي على جنازة قد صلي عليها وليس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كغيره
ألا يرى أنه صلى على النجاشي بالمدينة وقد مات بالحبشة فصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة وطهور وليست كغيرها من الصلوات وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. 318 hadis أبا أمامة بن سهل بن حنيف أخبره يعني هو تابعي سوزبادي أن مسكينة مريضة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bundan kim bu? Mursal oldu işte ama bir yerde mursal rivayet kılındayken başka kitaplarda Ebu Hureyre ve başka sahabelerden sahih, muttasil, merfu halatda rivayet kılıngan. Bazı rivayette miskine insan deb keldi ama maqala delkel insan. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun miskinlerini yoklab turibdi. Ahlakının yaxshiligidan, kemterligidan davomli onun ahvolini so'rab, yoklab turibdi. Masjidni tozalaydigan bir qora ayol og'rib ketib qolgan chog'da, agar o'lib ketib qolsa, xabar qilinglar. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem odatda sahabe kiramlardan etrafdagi shu Madina aholisidan qanday bir kishi o'lib ketib qolsa, ona xabar qiling, namozini tushirayman. Men namoz tushirsam shafaat va barakat bo'ladi deb, o'sha Alloh ko'ngil bo'libdi. Bir kishi olsin bir jannatga tortayli degan tariqada. Yani mushu miskin ayol tuyib ketib qolsa, men xabar qilinglar deb Alloh ko'ngil bo'lgan. Lekin bu kechada tuyib ketgan bo'g'achqa sahabe kiramlar Rasulullohni uyg'otib, u kechada qabristonlikqa chiqib, yo putlashib ketamdi, bir narsa qo'ylamdi, bir aram qilmayli deb. Yani ba'zi rivoyatlarda fahaqqaru min sha'niha deb kelgan. Balki hurmatli, cho'ng bir katta odam bo'lmagan ekan. Bu bir ayol tuyib kelsa Rasulullohni qilib yurmayli deb tuvan ko'rib uyg'otmagan. Lekin Abu Bakr va boshqa sahobalar chiqib namozini tushirgan. Tanatqandan keyin mana kechida tuyib ketgan namozini tushirdi desa, nima uchun men xabar qilmadinglar, men xabar qilinglar demaganmidim deb qo'yib, sahobalarni ilib chiqib, qabrga, ya'ni yerligida qo'ylab qo'ygan o'sha mayitning namozini tushirgan. Endi Rasulullohning shu takrar namozini tushirishini Imom Muhammad tushuntirishda bu xususiyya Nabiy sallallohu alayhi vasallam dedi. Najashiyga tushirishimi xususiyya, bu ayol tushirishimi xususiyya. Ma'qul Rasululloh o'sha ayolning qabrisiga borib namoz tushirgan chog'da keynida kechida namoz tushirgan kishilar bordi, o'sha jamoatning ichida takrar namoz tushirganlar bordi desa, bu endi bunda Rasululloh ergishib turganlar. Lekin ata aytgan namoz tushiramiz deb o'z beshiga Alloh chiqqan kishilar emas. Unda tava olib chiqqanimda mayli deyilsin, lekin unda alayda ayrim namoz tushirish yo'q deb izohlagan mazhabdagilar. Albatta takbirnimi 4 takbir tushiramiz. Bu asosan 95% ulamolarningki qarashi. Ibn Mas'uddan va ba'zi sahobalardan 5 takbir, mesela ahli Badr bo'lib qolsa 8 takbir, Bani Hashim va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jamoatini bo'lib qolsa 9 takbir bilan tushirgan bunda rivoyat bor. Lekin oxirida biz ixtiyor degandek sahoba kiramlar 4 takbir bilan tushirishga muhim bo'lgan. Bunda bir xil ijmo bor. Hozir İmam Muhammed'ning tushunishi shunday. باب ما روي أن الميت يعذب ببكاء الحي. أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا تبكوا على موتاكم فإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. أخبرنا مالك حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن غمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة رضي الله عنها يغفر الله لابن عمر أما إنه لم يكذب ولكنه قد نسي أو أخطأ. إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة يبكى عليها فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. قال محمد وبقول عائشة رضي الله عنها نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Ayol tavabatda qabrisiga chiqib yig'ilsa, mayit ash qabrisda azoblanish masalasi. Maruya annal mayta yu'azzabu mushu azoblanish fi qabr deymiz. Bibukal hayy alayhi. Ibn Umar'dan kelgan rivoyatda la tabku ala mawtakum. O'liklarning ovoz chiqarib
Allah deb bunda yig'lamanglar. Shida yig'ilsa ruxsat. Chunki meyyit ayol tavobatiningki uningga qilgan yig'izlar tufaylidan azoblanadi. Ana bu azoblanishni mush rivoyat munda desak, jumhur ulamolar men o'lgandan keyin manda shaklda yig'izlar qilinglar deb vasiyat qilgan bo'lsa, shu vasiyatni o'rindab anda yig'izlar qilsa, shu sababdan azoblandi deb mutavil qilgan. Yana ba'zilar ayol tavobati yig'izlar qilgandan keyin mayit qabrida turib, buni anglab o'tirib, serilib ketadi, bearam bo'ladi degan. Yana ba'zilar bu kafirga xos kelgan ahvol, bu yahudi bir ayolning voqealigida bo'lgan yoki ma'lum bir kishi sababidan deyilgan, umum musulmonlarga qartilgan emas degan. Unda Hazrat Aisha radhiyallohu anha bu hadisni Ibn Umar radhiyallohu anhuma unutib qilib, yoki joyida anglamay qilib, yoki chala anglab bunda rivoyat qilgan. Aslida bu jarayoni boshqacha deb Ibn Umarni ma'zur deb qaragan. Mesela Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir jinozaning qashdan o'tib ketdi. Jinozaga yig'layotgan tuqqanlar bordi. Bu jinoza shu yahudining jinozasi dedi. Faqala innahum la yabkun alayha. Bu yahudining tuqqanlari bu yahudi ayolga yig'latadi va innaha la tu'adzabu fi qabri. Amaliyotda buning yig'isi u ayolni qutqizishga hech qanday foydasi bo'lmay, bu ayol qabristoni azoblanadi. Özünün qilgan gunohlari tufaylidan azoblanadi. Yani bir demakchi bo'lgani, ularning yig'isi sababdan azoblanadi demakchi emas, shu yahudi ayol hayot vaqtida qilgan qilmishlar tufaylidan azoblanadi. Buning yig'isi bu azob sababimidi yoki u azobdan qutulishga kaqimmi dedi. Qala Muhammad va biqawli Aisha radhiyallohu anha na'khudh. Yani Hazreti Aisha şuna düşünüp Allah Teala'nın ve la taziru vaziratu vizra ukhra diye ayetiga udulganmış. İmam Ebu Hanife mi şunda qaraydı. Babul qabri yuttakhadhu masjidan aw yusalla ilayhi aw yutawassadu. أخبرنا مالك حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أخبرنا مالك بلغني أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يتوسد عليها ويضطجع عليها. قال بشر يعني القبور. Qabrni masjid qilib olish yoki qabrni oldida qo'yib, uning qarab turib namoz o'qish yoki yassuta qilib ustida beshini qo'yib yetish masalalari. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedi, Alloh taolo yahudilarga la'nat qilsin yoki uni gumron qilsin yoki yo'qitsin degan ma'noda. Qatala la'nat ma'nosini qildi. Qutilal kharrasun degandek. Alloh taolo uni o'ptirsin yoki yo'qitsin yoki la'nat qilsin. İttakhadu qubur anbiya'ihim masajid. Ular payg'ambarlarning qabrlarini masjid qilib olgan. Ulug'lagan jihatdan masjid qilib olgan. Yani shuning ustiga sajda qilgan, ashar namoz o'qiydigandek unda qilib olgan demakchi. Yani bu musulmonlarni ogohlantirish uchun degan gap. Bu hamda shunda qabrning o'zida namoz o'qiydigan, shayga bosh qo'ydigan, ashuna bo'lib qolsa, ulug'lash bilan undan qilsa, cheklangan. Lekin masjidning yaqinida ayrim tamsililik bir qabr bo'lib qolsa, ya qabristonlikning maqrabidagi maydonda ayrim namoz o'qib qolsa, mayli. Hech gap bo'lmaydi. Buni keyingi hadisda Hazreti Ali'den rivayet kılındılar. Kan yetavassadu alayha. Onun beşini koyup bunda yatırdı yani. Dön tarafı oldu o. Tügünün lokistek igiziltimiz dedi. Şunun bunda beşini koyup yatırdı deydi. Ve yattaciyavu alayha. Onun üstüde mi yatırdı deydi. Yani kabrinin dön yerde yatkılı olmasın. Bağ tarafındaki bakımda yatırdı. Yani kâle bişir yanıl kubur. Yani bu kabristallıkның üstüde yatırdı deydi. Damir hazır. Şöyle kaytıdı deyip izahlattı var ravi. Lekin bundan da Rasululloh sallallohu alayhi vasallam onun ustida o'tirishdan chekilganisi var. Yani o'tirishdan chekilganisini ba'zi ulamolar yo'q bu hojatga o'tirishdan chekilgan, ammo normal bunda o'tirish cheklanmaydi degan bo'lsa-mu, lekin odatga o'tirishdanmi chekilganligi ba'zi qarinalar bo'lg'achqa, shu mayit kishi qabristonmi alohida hayot vaqtidagidek hurmat qilinadigan inson deb qarasak, inson ustiga chiqib masalan birisi uxlasa, o'tirsa bo'lmagandek, qabrdagi holatdami uning ustiga chiqib uxlash, o'tirish yoki shunday bir xil a'zo bo'lgan ishlarni qilish cheklandi.
Yani Hazreti Ali'den kelgan rivoyatni qilsak, ya balki shuni tuqqani bo'lishi mumkin. Yaqini bo'lsa, ko'ngli yaqini masalan, og'inisi, tuqqanlar bo'lib qolsa, u qabr egasi undan azoblanmaydigan kishi bo'lib qolsa, mayli. Hayot vaqtini xuddi o'tisini beshini qo'yib qo'ysa, xafa qilmaydigan odam bor-ku, tuqqanlanishi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazreti Oyshaning o'tisida beshini qo'yib uxlaydi. Bunda xos kishilar bo'lishi mumkin. Bo'lmasa ham Rasulullohdan kelgan cheklimi bor bunda. Bu kitobni birdan o'qiyinglar agar kitobxonda bo'lib qolsa, At-Taliqul Mumajjad. Bu 3 qism kitob Darussalamda bor. Lekin bu kitobdan shu birdan bir tafsili izohlanmagan. Keyincha esa muvattani tazbiq o'qib qolsanglar lozim bo'ldi. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.